asosiy vositalar harakati hisobini yuritish uchun shu tartibda jadval qilib olasiz. Asosiy vosita nomi. Misol uchun ofis binosi, kirim qilingan sanasi, yanvar holatida deylik. O'lchov birligi dona, amortizatsiya normasi 5%, soni 1 dona, boshlang'ich qiymati 500 million so'm bo'lsa, jamg'arilgan eskirish 25 million so'm eskirgan bo'lsa, boshlang'ich qiymatdan jamg'arilgan eskirishni ayirganda qoldiq qiymati chiqadi. Hisoblangan amortizatsiya yil davomida 5% amortizatsiya hisoblaymiz. Demak 25 million so'm. Chiqim soni, chiqim qiymati bo'lsa yoziladi va yil oxirida boshlang'ich qiymat o'zi 500 million so'm o'zgarmaganligi sababli chiqimlar bo'layotgan bo'lsa ayriladi. Soni 1 dona o'zgarmadi. Jamg'arilgan eskirish. Endi yil boshidagi eskirishga yil davomida hisoblangan eskirishni qo'shamiz va qoldiq qiymat boshlang'ich qiymatdan jamg'arilgan eskirishni ayiramiz. Demak, bizda ofis binosi 01.01.24 holatiga 500 million so'mlik boshlang'ich qiymat bor edi va jamg'arilgan eskirishi 25 million so'm edi. Остаточный стоимость 475 million so'm edi. 24-yil davomida asosiy vositamiz 25 million so'mlik eskirdi va yil oxirida boshlang'ich qiymat o'zgarmaydi. Jamg'arilgan eskirishimiz 50 million so'm bo'ldi va qoldiq qiymat 450 million so'm. Avtomobil Cobalt kirim qilindi 1-mart sanasida. O'lchov birligi dona, norma amortizatsiyasi 20%, kirim soni 1 dona, kirim qiymati 140 million so'm. Hisoblangan amortizatsiya endi yil davomida 12 oy uchun 20% hisoblanadi. Bizda 3-oyda kirim qilinganligi sababli 10 oyga hisoblaymiz. Shuning uchun 12 ga bo'lib 10 ga ko'paytiramiz va 10 oy uchun 23 million so'm amortizatsiya hisoblandi. Chiqim bo'lgani yo'q. Boshlang'ich qiymat, soni, jamg'arilgan eskirish va qoldiq qiymati boshlang'ich qiymatdan jamg'arilgan eskirish ayrilib topiladi. Va xuddi shu tartibda asosiy vositalar harakatini Excelda yuritishingiz mumkin. Endi asosiy vositalarga oid masala ishlab ko'ramiz. Ta'sischilardan ustav kapitaliga ulush sifatida stanoklar kelib tushdi 27 million so'm. Bizda stanoklar ko'paydi va ta'sischilarning qarzi kamaydi. Homiydan avtomobil olindi. Homiydan avtomobil olinganda bu beg'araz tekinga beriladi va avtomobil ko'paydi, tekinga olingan mulk. O'rnatiladigan stanoklar uchun hisob-varaq faktura olindi. QQSsiz qiymat, demak, o'rnatiladigan stanoklar mahalliy, xorijiy 0710 0720 bo'ladi. Biz 0710 yozdik va mol yetkazib beruvchidan olinadi. QQS 16 millionning 12%, 1 million 920 ming so'm. QQS xarid qilinganda doim 44 debitlanadi. O'rnatishga stanoklar berildi. Endi olingan stanokni o'rnatish jarayoni boshlandi. 0710 kamayadi va kapital qo'yilmalarga o'tdi. 0820 ga qiymat 16 million so'm. QQS qo'shilmaydi. Stanoklarni o'rnatish va ishga tushirishda qatnashgan ishchilarga ish haqi hisobladik. Ish haqi hisoblaganda xodimlardan qarzimiz ko'payadi va ular kapital qo'yilmalarga boradi. Ijtimoiy soliq 12%, u ham kapital qo'yilmalarga boradi va ijtimoiy soliq bo'yicha qarzimiz ortadi. O'rnatishga qurilish materiallari sarflandi. Demak, ular ham kapital qo'yilmalarga boriladi, qurilish materiallari kamayadi. Stanok boshlang'ich qiymatda ishga tushirildi. Bu kapital qo'yilmalardan stanok ishchi holatga o'tdi degani. Buni hisoblash uchun biz jami 0820 larni qo'shib chiqamiz.
Shunda 26.912.000 so'mga boshlang'ich qiymat hosil bo'ldi. Inventarizatsiyada qurilish tugallanmagan obyektning kamomati aniqlandi. Demak, qurilish tugallanmagan obyekt kamaydi va kamomat ko'paydi bizda. Foydalanishga yaramay qolgan ombor binosi hisobdan chiqarilmoqda. Boshlang'ich qiymat 65,5 million so'm. Demak, bino boshlang'ich qiymati chiqim bo'lganda kamayadi va ular asosiy vositadan chiqib ketishatiga boradi. Jamg'arilgan eski resurs u ham chiqadi va asosiy vositadan chiqib ketishatiga boradi. Tugatishdan qurilish materiallari qabul qilindi. Demak, qurilish materiallari ko'paydi va chiqib ketayotgan asosiy vositadan keldi. Tugatishda qatnashgan ishchilarga ish haqi hisobladik. Ish haqi hisoblaganda qarzimiz ko'paydi va ular ham asosiy vositalarning chiqib ketishatiga boradi. Ijtimoiy soliq chiqindi va axlatlarni yig'ishtiruvchi korxonaga hisoblandi. Binoni buzishda chiqqan maishiy chiqindilarni yig'ishtirib olib ketuvchi korxonaga hisoblandi. Asosiy vositalar chiqib ketishati bo'ladi va bu yerda qarzdorlik ortyapti. Moliyaviy natija aniqlandi. Buning uchun 92.10 shotini T-shot uslubida topib olamiz. Debet tomonda 65.500.000 so'm, kredit tomonda 60 million so'm, kredit tomonda 1.240.000 so'm, debet tomonda 3 million so'm, debet tomonda 360.000 so'm va debet tomonda 980.000 so'm. Jami debet tomonimizda 69.840.000 so'm, jami kredit tomonimizda esa 61.240.000 so'm. Bizda debet tomon kredit tomonidan katta bo'lganligi sababli 8.600.000 so'mga biz zarar ko'rdik. Shuning uchun 94.30 debetlanadi. Uskuna sotildi. Boshlang'ich qiymat sotganda uskuna chiqim bo'ladi. Bu ham asosiy vositadan chiqib ketishadiga boradi. Jamg'arilgan eskirish ham chiqib ketadi. Shartnomaviy baho xaridor bilan 3.900.000 so'mga chiqib ketayotgan asosiy vositani shartnoma tuzdingiz. QQS shartnomaviy baho 3.900.000 so'm bo'lganligi sababli uning ichidan 12% hisoblab topamiz. Va 3.900.000 so'm ichida QQS bilan ko'rsatilganligi sababli 92.10 shoti debetlanadi va 64.10 shoti kreditlanadi. Sotishdan olingan moliyaviy natija buni ham 92.10 da T-shot uslubida aniqlaymiz. 17.850.000 so'm debet tomonda, 16.690.000 so'm kredit tomonda, 3.900.000 so'm kredit tomonda va 417.857 so'm 14 debet tomonda. Bizda jami debet tomonda 18.267.000 so'm, kredit tomonda 20.590.000 so'm. Bunda kredit tomon katta bo'ldi bizga, demak foyda ko'rdik. 2.322.143 so'm 92.10 debetlanadi hamda asosiy vositalar chiqib ketishdan daromad shot 93.10 kreditlanadi. Kompyuterning kamomati aniqlandi. Kompyuter boshlang'ich qiymati chiqim bo'lyapti. 92.10 shoti bilan provodga tuzamiz. Eskirishi ham chiqim bo'lyapti va qoldiq qiymat 1.400.000 so'mlik kamomat aniqlandi. Kamomat bu yerda ko'payganligi sababli 59.10 va asosiy vositalar chiqib ketishi. Qoldiq qiymat bo'yicha kamomat moddiy javobgar shaxs hisobiga o'chirildi. Bunda kredit 30 debetlanadi va kamomat chiqim bo'ldi. Tekinga stanok berildi. Boshlang'ich qiymat 26 million so'm. Stanok kamaydi va asosiy vositalar chiqib ketish shotiga boradi. Eskirish ham kamayadi hamda u ham asosiy vositalar chiqib ketish shotiga boradi. Moliyaviy natija. Bunda ko'rinib turibdiki, debet tomoni katta 1 million so'mga. Shuning uchun biz zarar ko'rdik deymiz. Ya'ni 1 million so'mlik qoldiq qiymati mavjud bo'lgan stanokni tekinga berildi. Uskunani ta'mirlash uchun xarajat qilindi. Ehtiyot qismlar xarajat qilindi. Ehtiyot qismlar kamaydi. Uskuna ishlab chiqarishda ishlatiladigan bo'lsa, ishlab chiqarishga boradi. Ta'mirlashda ishtirok etgan ishchilarga ish haqi hisoblandi. Ish haqi bo'yicha qarzdorlik ortdi. Ta'mirlash ham ishlab chiqarishda bo'lganligi sababli 20 ga provodga tuzdik. Ijtimoiy soliq 12% 54.000 so'm. Bu ham ishlab chiqarishga boradi va ijtimoiy soliq bo'yicha qarzimiz ortadi. Stanok joriy ijaraga berildi. Joriy ijaraga berilganda u shotdan bu shotga o'tkazib qo'yiladi, lekin balansdan chiqib ketmaydi dedik. Joriy ijaraga berilgan stanok uchun ijara haqi hisoblandi. Demak, olinadigan to'lovlar hamda ijara bo'yicha daromad.
ijara haqi olindi, pul mablag'lari ko'paydi va 4820 kreditlandi. Joriy ijaraga xona olindi 001 deymiz, bu bizning balansimizga o'tmadi. Ijaraga olingan xonaga ijara haqi hisoblandi. Demak, biz uni ofis maqsadida olgan bo'lsak, 9420 69 provodga tuzamiz. Ijara haqi o'tkazilganda qarzimiz kamayadi va pulimiz ham kamayadi. Shu tartibda asosiy vosita bo'yicha provodkalar tuziladi. E'tiboringiz uchun rahmat.